Aha, yaxshi. Demak, ekran ko'rinyapti, ovoz boryapti. Darsimizni boshlasak bo'ladi. Bugun sizlar bilan reading part 4 ko'ramiz. Part 4 da demak, sizlarga matn beriladi va mana shu matnga doir multiple choice va true false not given savollari berilgan bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Sizlarda qiladigan birinchi ishlaring savolni o'qib olishlaring kerak. Variantlarda o'qish shart emas. Savolni o'qib olinglar, yaxshilab eslab qolinglar savolni. Chunki multiple choice savollari tartib bilan keladigan savol turi hisoblanadi. Many parents believe that an arranged marriage, demak ko'p ota-onalar ishonadiki, arranged marriage ya'ni tashkillangan, kelishgan holda tuzilgan turmush deyilyapti. Demak, ota-onalar haqida gap ketsa, arranged marriage haqida gap ketsa, diqqat bilan o'qishni boshlaymiz. Hozir variantlarda o'qishimiz shart emas, chunki variantlarda o'qiganimiz bilan qaysi biri to'g'riligini hali matnda o'qimay turib bilmaymiz. Shuning uchun ham savolni yaxshilab tushunib olamiz, kalit so'zlarda belgilab olamiz. Endi true false not given savollari ham tartib bilan keladigan savol turi hisoblanadi. Shuning uchun bundan ham bitta o'qib olamiz. Around a third of all girls in poor countries get married until they are 18 years old. Demak, aytilyapti, kambag'al davlatlarda barcha qizlarda 3dan 1 18 yoshga kirgungacha turmush qurib bo'ladi deyilyapti. Ya'ni 3dan 1 deyilyapti. A third of all girls degani 3dan 1ga to'g'ri keladi. 18 ga kirgungacha turmushga chiqib bo'lar ekan. Demak, kalit so'zlarda belgilab oldik. Endi matnda o'qishni boshlaymiz. Mana shu ikkita narsa esingda qolsin. Hozir biz ko'pgina savollarni o'qib olishimiz shart emas, chunki baribir hali javobni ola olmaymiz. Bundan ham ko'p savol o'qib olishimiz shart emas. O'qisalaring bitta yoki ikkita o'qinglar, ikkita o'qib olinglar deyishimiz sababi birki mana uni ko'rmay qolishlaring, o'tkazib yuborishlaring mumkin. Lekin o'zi bitta o'qib olsalaring yetadi. Mabodo chiqmasa ekan, ikkini ham, keyingisini ham qaraysizlar, mabodo o'tkazib yubormadimmikin degan ma'noda qarasalaring bo'ladi. Lekin boshida shu bittadan o'qib olsalaring yetadi. Endi matnda o'qishni boshlaymiz. Changing attitudes toward marriage, demak turmushga nisbatan o'zgarib borayotgan munosabatlar deyilyapti. Have you already planned your big day? Boshida tezlik bilan o'qiysizlar. Qachonki kalit so'zlar chiqsa, yana ham sinchiklab, diqqat bilan o'qishni boshlaysizlar. Ungacha umumiy ma'noni tushunib kelsalaring yetadi. The extravagant reception, the beautiful wedding dress, the romantic location, or do you feel that marriage is outdated and prefer cohabitating or the single life? Trends show that people's attitudes to relationships and family life have changed and that many people are moving away from the traditional path their parents and grandparents may have taken. Demak, mana parents haqida gap ketdi. Diqqat bilan o'qishni boshlaymiz. Demak, bu yergacha siz ham turmushda eskirgan deb o'ylaysizmi? Yolg'iz yashashni afzal ko'rasizmi yoki cohabitating birorta odam bilan turmush qurmasdan ham birga yashashni afzal ko'rasizmi? Hozirgi kunda oilaga nisbatan traditional path o'zgarib boryapti. Ota-onalarimiz yashagan, bobo-buvilarimiz yashagan yo'l endi o'zgaryapti deyilyapti. Statistics show that in many European countries those who do marry are getting older. The average age has been gradually increasing and today stands at around 30. Yet in the developing world things are vastly different. 1 in every 3 girls is married by the age of 18 and 1 in 7 by 15. Demak, bu yerda aytilyapti, turmush qurish yoshi hozirda 30 yosh atrofida ekan, lekin developing world, endi rivojlanib borayotgan dunyoda, ya'ni hali rivojlanmagan davlatlarda bu narsa katta ekan, farqi katta ekan. 1 in every 3 girls, har 3 ta qizdan bittasi 18 yoshigacha turmush qurib bo'ladi. 7 tadan bittasi esa 15 yoshgacha turmush qurib bo'lar ekan. Demak, bizdan aynan mana shu narsa so'ralgan edi, ya'ni foiz so'ralgandi.
Around a third of all girls in poor countries get married until they are 18 years old. Poor davlatlarda barcha qizlarda taxminan 3dan biri 18 yoshgacha turmush qurib bo'ladi deyapti. Aynan shunga doir ma'lumotni o'qidik hozir. Qaysi javobni olamiz? Qaysi javobni olasizlar? Ovozim boryaptimi? Eshityapsizlarmi? To'ppa-to'g'ri. True bo'ladi, chunki bu yerda 3dan biri, har 3tadan bittasi deyilyapti. Bu demak true javobiga to'g'ri keladi, chunki ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelyapti. Xo'p, endi keyingi savolni o'qib olamiz. The only reason for forced marriages is that men and women don't have equal right in society. Yagona sabab, ya'ni majburiy turmushga yagona sabab ayol va erkaklarda jamiyatda teng huquqli basligi deyilyapti. Eslaringda bo'lsa, sizlarga aytganmidim yoki boshqa o'quvchilargami? Only bo'lsa javob nima bo'ladi degandim? Aytganmidim yo sizlarga aytmadimmi? False bo'ladi degandiga. Yaxshi. Odatda only, faqatgina deb cheklab qo'ysa yoki hammasi shunaqa bo'ladi desa, hammasi shunaqa bo'ladi desa ham, faqatgina bittasi shunaqa bo'ladi deb cheklab qo'ysa, odatda javobimiz false bo'ladi. Lekin har doim ham emas, 70-80% holatlarda yoki hammasi shunaqa bo'ladi desa ham 70-80% holatda false bo'ladi. Shunaqa bo'lishi mumkin deb ehtimollik bilan bersa, odatda true bo'ladi javobimiz. Demak, mana shu forced marriage sababi nimaligini topamiz. Sababi nima haqidalariga aytilsa, javobda belgilaymiz. Hozircha arranged marriage haqida gap ketmadi. O'qishda davom etamiz. Many of these weddings are what are called forced marriages. Forced marriage haqida gap ketyapti, where one or both participants are coerced into matrimony without their free consent. Ya'ni ikkalasi ham rozi bo'lmasdan turmush quradi deyilyapti. This practice is different from arranged marriage which may be willingly agreed to. Demak, ikkalasi ham rozi bo'lib turmush qursa, bu arranged marriage deyilar ekan. Many parents believe, mana ota-onalar ishonchi haqida gap ketyapti. Mana bu yerda arranged marriage haqida gap ketdi. Menimcha multiple choice javobi kelyapti, chunki birinchi shu kalit so'zlar kelib, o'sha haqida gap ketadi, keyin o'sha joyda yaxshilab o'qib tushunib olib, variantlar orasidan to'g'risini olamiz. Many parents believe that there is using the person their child will marry. Demak, ba'zi bir ota-onalar ishonadiki, agar farzandi turmush quradigan odamni ular tanlasa, ya'ni o'zlari ota-onalar tanlab bersa, bu bilan nothing wrong, hech qanaqa yomon joyi yo'q deb o'ylar ekan ba'zi bir ota-onalar, ya'ni farzandi kimga turmush qurishini tanlab bersa. They feel that they are doing what is best for their child, who is too young yet to appreciate their motives and is bound by duty to accept their parents' wishes. Ya'ni ular his qiladi, ota-onalar his qiladiki, ular bolasi uchun nima yaxshiligini biladi, o'zlarini shunday his qiladi. Ya'ni men bolamga nima yaxshiligini o'zim bilaman deb turib turmush o'rtog'ini ham tanlab berar ekan va ular o'ylar ekanki, mana shu narsani ular hali qadrlaydi, men tanlab bersam, to'g'ri turmush o'rtoq tanlab bersam, ular appreciate qiladi deb o'ylar ekan va shu ota-onasini istaklarini qabul qilar ekan, qiladi deb o'ylar ekan. If a prospective bride or groom objects, it may be seen as damaging the family honor. Agarda prospective degani kutilayotgan kelin, ya'ni kelin qilmoqchi bo'lgani yoki kuyov qilmoqchi bo'lgani qarshilik qilsa, bu narsa oila
sha'ni uchun damaging hisoblanar ekan, ya'ni sha'niga putur yetkazar ekan. For many parents, particularly those living outside their native countries, the preservation of culture is one of utmost importance, and by having their son or daughter marry someone from their own background, they can ensure that their traditions will be kept alive. Ayniqsa boshqa davlatda o'zini davlatdan tashqarida yashayotgan bo'lsa, aynan o'zini kelib chiqqan joyda, masalan Rossiyada yashayapti, lekin Rossiyada yashasa ham o'zbekka uylantirsa yoki kelin olsa, o'zlarini traditionlarini saqlab qola olamiz shunday qilib deb o'ylashar ekan. Demak, mana o'qib chiqdik. Ota-onalar nima deb o'ylaydi? Mana shu fikrlarni o'qib chiqdik. Endi mana bu yerdan to'g'ri javobni olamiz. Many parents believe that an arranged marriage is an important cultural ritual popular among young people. Ya'ni cultural ritual degani doim qilinadigan bitta an'ana degani, ya'ni bitta muhim madaniy an'ana hisoblanadi va bu narsa yoshlar orasida popular, keng tarqalgan deyilyapti. Ya'ni an'ana deb o'ylar ekan ota-onalar. Endi aytyapti, is something their child will appreciate later. Ota-onalar o'ylar ekanki, mana shu arranged marriage bo'lsa, turmush o'rtog'ida tanlab bersa, keyinchalik bolasi shuni qadrlaydi, to'g'ri deb o'ylaydi ota-onasining qarorini. Shunaqa deb o'ylar ekan ota-onalar. Should occur between different nationalities. Arranged marriage ikkita turli xil millatlar orasida sodir bo'lishi kerak deb o'ylar ekan ota-onalar. Never happens in the future. Hech qachon kelajakda sodir bo'lmaydi deyilyapti. Bu yerda ikkita javob o'z-o'zidan chiqib ketyapti. Hech qachon kelajakda sodir bo'lishi haqida gap ketmadi. Buni ola olmaymiz. Turli xil millat o'rtasida bo'lishi kerak deyapti, lekin boshqa millat emas, balki o'sha asl odatda o'zini millatidan olishga harakat qiladi deyapti. Bu javob ham o'z-o'zidan chiqib ketyapti. Endi olamizmi, B olamizmi? Ya'ni ko'plab ota-onalar ishonadiki, arranged marriage bitta madaniy an'ana hisoblanadi, yoshlar orasida keng tarqalgan va ota-onalar o'ylaydiki, agar men turmush o'rtog'imni tanlab bersam, bolam keyinchalik qadrlaydi mana shu meni qarorimni deb o'ylar ekan ota-onalar. Qaysi birini olamiz? A mi, B mi? Young people deganiga A ham chiqib ketadi. Aha. Qaysi javobni olyapsizlar? Xo'p. Demak, bitta Halimjonova young people deganiga A ham chiqib ketadi. Demak, B javobni olyapsizlar. Yaxshi. Bu yerda eng to'g'ri javob B javob bo'ladi. Chunki bitta madaniy an'analigi, ya'ni doim ota-ona tanlab berish kerak, mana shu madaniyat va shunaqa an'ana bor bizda deb o'ylashlari haqida gap ketmayapti. Men bolam uchun nima yaxshiligini bilaman. Men hozir yaxshi turmush o'rtoq tanlab bersam, keyinchalik shuni qadriga yetadi, shu to'g'ri qaror bo'ladi deb o'ylar ekan ota-onalar. O'shaning uchun ham turmush o'rtoq tanlab berishga harakat qilar ekan. Demak, B javob tushyapti. Yaxshi. Families who force their children into marriage, ya'ni bolalarini turmush qurishga majburlaydigan oilalar, demak topamiz. Bolalarni turmush qurishga majburlash haqida gap ketyapti. Xo'p, o'qishda davom etamiz. Bu yerda hali forced marriage sabablari haqida gap ketmadi. Ora-orada true false not given ga ham qarab turamiz.
While the Universal Declaration of Human Rights states that marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses, in some countries early or forced marriages account for 60% of all unions. Some of the reasons for this circumstance are poverty and gender inequality. Demak, ba'zi bir davlatlarda mana shu erta turmush qurish yoki majburiy turmush qurish 60% ni tashkil qilar ekan. Demak, buni sabablari kambag'allik va gender inequality ekan, ya'ni gender notengligi ekan. Demak, yagona sababi gender inequality, ya'ni equal right'lari yo'q ayollar bilan erkaklarda. Yagona sababi shu deyilganda. Endi 26 ga javobimiz nima bo'ladi? Yagona sababi shu ekanmi? Equal right'lari yo'qligi, gender inequality ekanmi yagona sababi? Yo'q, yagona sababi bu emas, poverty ham bor ekan. Demak, bu yerga javobimiz false bo'ladi. Odatda mana shu only bo'lsa false bo'lib keladi, lekin doim emas, 70-80% holatlarda. Demak, o'qiymiz. Parents usually set the amount for bride price for their daughters in Africa. Afrikada kelin narxini ota-onalar belgilaydi deyilyapti. Demak, kelinda narxi qancha turishini kim belgilashini topamiz. Xo'p, o'qishda davom etamiz. Xo'p. For low-income families, girls are often viewed as an economic burden. They may occupy a low status in those societies, have few rights, and may be sold into marriage. In many countries, early marriage is so common that families may not even realize that they are breaking the law. Ya'ni ba'zi bir davlatlarda erta turmush shunchalik keng tarqalganki, hattoki oilalar men qonunni buzyapman deb o'ylamas ekan. So, while the tradition is illegal, it is tolerated and officials look the other way. Ya'ni illegal bo'lsa ham bu narsaga chidashar ekan, officiallar indamas ekan. In some cases, promises are made when the child is very young. This girls is being used to help form alliances between families. Demak, sometimes forced marriage occur to prevent unsuitable relationship. That is, children dating people from outside their ethnic, cultural, or religious group. Alternatively, forced marriages may take place to assist with claims for residence or citizenship in another country. Xo'p, keyingi savolni o'ylab turinglar, hozir 1 minut. Xo'p, demak davom etamiz. Bu yerda demak aytilyapti, ko'plab davlatlarda juda ham statusi past, ularda huquqlari kam va ular turmushga sotilishi mumkin deyilyapti. Ya'ni qiz farzandlar uchun pul berilar ekan va ota-onalar shunchalik ko'minligidan qonunda buzayotganini ham bilmas ekan. Demak, endi variantlarga qaraymiz. Xo'p, bu yerda bride price haqida gap ketmadi. Ya'ni ota-onalar o'rnatadimi bu narsani, narxda kim qo'yishi hali aytilmadi.
In many cases, forced marriages lead to literacy issues for men. Ko'p holatlarda forced marriage literacy muammolariga, savodxonlik muammolariga olib keladi erkaklar uchun deyilyapti. Demak, o'qishda davom etamiz. Hali bride price haqida ham gap ketmadi, literacy issues haqida ham gap ketmadi. Xo'p. Families who force their children into marriage are aware that is illegal. Ya'ni farzandini majburlab turmushga beradiganlar bu noqonuniyligini biladi deyilyapti, lekin noqonuniyligini bilmaydi deb aytildi. Encouraged by local leaders. Believe it is an accepted part of their culture are all rich. Demak, bittadan 22 ga to'g'ri javob qaysi bo'ladi? Hozircha men bitta 22 ga A deb o'chirdim. Chunki illegalligini biladi deyapti. Lekin matnda bu keng tarqalganligidan illegalligini ham bilishmaydi hattoki deyilyapti. Hozir qaysi javob bo'ladi bu yerga? Yaxshi, Munira, demak C javobni olyapsizlar, Jasurbegim. Yaxshi, bu yerga believe it is an accepted part of their culture, ya'ni o'zlarining madaniyatini bitta qabul qilsa bo'ladigan qismi, ya'ni shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylaydi deb olamiz, chunki local liderlar encourage qiladi deyilmadi. To'g'ri, ular indamas ekan, qonunni buzyapsan deb, lekin encourage ham qilmas ekanda, encourage qilishi haqida gap ketmadi. Bino ololmaymiz, ular hammasi boy deyilyapti. Aksincha, kambag'alligi haqida gap ketdi. O'zi multiple choice'da xato javoblarni chiqarib yuborsalaring, faqatgina to'g'ri javob qoladi. Xo'p, money is given to the, demak kimga pul beriladi? Mana pul haqida gap ketishni boshladi. True false not given da ham shu pul haqidagi ma'lumot turibdi. Demak, o'qiymiz. Poverty is recognized as one of the main influences of arranged marriages, with the girl sometimes being wed to a much older man to benefit her and her family. Demak, kambag'allik ekan asosiy sababi. Ba'zida qizlar boy bo'lgan, demak, yoshi katta odamga turmushga berilar ekan, o'zi va oilasiga foydasi tegishi uchun. This form of transaction may be seen as helping to ensure the future safety of the child. In parts of Africa, a bride price, mana bride price haqida gap ketyapti, of money or goods is paid to compensate for the parents' loss of a daughter. Afrikada ota-onalar qizni yo'qotayotganini o'rnini bosish uchun pul berilar ekan yoki har xil tovarlar berilar ekan. It provides the parents with a lump sum to invest while the daughter gains a husband who can provide for her for the rest of her life. Ya'ni foydali tomoni, masalan, qizni turmushga bersa, o'sha eri turmushga uylanayotgan erkak uni oilasiga pul berar ekan, chunki qizini yo'qotayotgani uchun. Bizdan ko'ra hali yaxshi ekan, bizgalar qizni bergandan keyin ko'pincha yana nima bir narsalar qilish kerak. Xo'p, va qizni endi o'sha husband ta'minlar ekan butun umri davomida. This security is particularly valuable in times of bad harvest, food shortages or war. Bu narsa hosil bo'lmaganda, oziq-ovqat kam bo'lganda, urush paytida rosa ham yaxshi ekan. Xo'p, bride price haqida gap ketdi, lekin uni kim o'rnatadi? Ota-ona o'rnatadimi, qancha berishdi yoki eri hal qiladimi? Bu narsa aytildimi? 27 ga javobimiz nima bo'lyapti? Yaxshi. Madina Bonu, Munira, not given olamiz, chunki kim o'rnatadi bu narxda? Kim qo'yadi? Ota-ona hal qiladimi? Qiz aytadimi, narxim shunchami, eri beradimi? Qanchaligini kim o'rnatishi aytilmadi. Demak, bu yerga C javobni olamiz. C javob eng to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, bu yerda in many cases forced marriages lead to literacy issues for men. Odatda savodxonlik muammolariga olib keladi deyilyapti. Savodxonlik haqida gap ketmadi. Demak, money is given to the, kimga pul beriladi? Bride as security for her future, ayolga beriladi. Bride's parents so that they give away their daughter, qizni ota-onasiga beriladi, chunki shunda ular qizini bera oladi, qizdan voz kecha oladi. Qizni xullas berish uchun ota-onaga beriladi. Future husband to encourage him to marry the bride.
kelinga uylanishga ruhlantirish uchun erkakka beriladi, erga beriladi. Groom to take the bride. Shu kuyovga beriladi, kelinni olish uchun deyilyapti. Ham qizni olar ekan, ham pul olar ekan. Xo'p, qaysi birini olamiz? Demak, bu yerda ota-onasi olar ekan, ya'ni qizini bergani uchun qizidan voz kechmaydi-yu, loss, ya'ni qizni yo'qotayotganligi uchun shu narsani compensate qilish uchun qizni ota-onasiga beriladi deyapti. Bu o'zi bizda ham bor, faqat qizni o'ziga beriladi mahr sifatida. Chunki turmush o'rtog'iga biror narsa bo'lib qolsa, adashmasam 3 oymikin, qanchadir ham muddat o'zini ta'minlay olishi uchun sotsa bo'ladigan birorta pul yoki narsa buyum beriladi. Hozir $500 shunaqa ekan. O'tgan yili shunaqa deydi domla menga. Xo'p, demak keyingi savolni o'qib olamiz. People who have been forced into marriage are demak turmush qurishga majburlangan odamlar. Demak, ular haqidagi fikrni topamiz. Bu yerdagi savol literacy issues edi. The consequences of these early marriages are often damaging for female children who are taken out of school and as a result have low levels of education. Many may even be illiterate and they often lack life skills, knowledge of health and reproduction. Therefore, many husbands assume control of all decisions while the wives take on a more submissive role. They may suffer from abuse and domestic violence. For some, there is also the possibility of being widowed early and left without financial support. Demak, bu yerda aytilyapti, early erta turmush qurishda shunaqa oqibatlari borki, bu female children, ya'ni ayol bolalar uchun, masalan, 14, 15, 16 yoshlar baribir hali yoshroq children hisoblanadi, teenager emas. Ular maktabdan olinadi, maktabdan o'qiy olmaydi, natijada ularda ta'limi juda ham kam bo'lib qoladi. Ba'zilari hattoki savodsiz o'qish yozishni ham bilmaydi, life skilllari yo'q bo'ladi, sog'liqqa doir, reproductionga doir bilimlari bo'lmaydi. Shuning uchun ham ko'plab erkaklar qarorlarni o'zlari nazorat qiladi, o'zlari qaror qiladi va xotinlar bo'lsa submissive, ya'ni bo'ysunuvchanroq boshqa rolni egallaydi va ular abuse, haqorat, domestic violence degani uydagi violence, xullas erkak xotinini urishi, azoblashi domestic violence hisoblanadi. Va ba'zilarida erta kunda beva qolish va moliyaviy supportsiz qolish ehtimoli ham bor. Zo'ravonlik, mana uydagi zo'ravonlik. Shunaqa sabablarga, natijalarga, oqibatlarga olib keladi deyilyapti. Xo'p, bu yerda female children, ya'ni erta turmush qurgani uchun qizlar illiterate bo'lib qolar ekan. Illiterate, ya'ni savodsiz bo'lar ekan, hattoki ba'zilari. Bizda savodsizlik haqida gap ketdi. Ko'plab holatlarda majburlab turmush qurganda savodxonlik muammolari bo'ladi erkaklarda deyilyapti. Hozir javobimiz nima bo'ladi 28 ga? Erkaklarda savodxonlik muammolari bo'ladi deyilyapti. Keyin javobni yozayotganda shu variantini belgilaysizlar. Yana not given, false unaqa deb yozib qo'ymanglar. Demak, variantini belgilaysizlar imtihonda. Bu yerda false erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun literacy issueslarga olib keladi deyilyapti. It is clear that young women are sole sufferers in the cases of forced marriages. Ya'ni majburlab turmush qurganda faqatgina yosh ayollar yagona azoblanuvchilar bo'ladi deyilyapti. Agar faqat ayollar azoblansa, true olamiz. Ayollar bas, boshqalar ham azoblansa, false olamiz. Yoki kim azoblanishi aytilmagan bo'lsa, not given olamiz. People who have been forced into marriages are. Demak, hali haqida gap ketmadi menimcha, o'qiymiz demak.
It is clear how these forced marriages are considered a violation of children rights. Everyone under 18 being classed as a child. Ya'ni erta turmush bu bolalarda huquqlarini violation buzilinishi hisoblanadi va 18 yoshdan kichik bo'lgan hamma hali child bola hisoblanadi. But it is a mistake to imagine that the only victims of forced marriages are young, uneducated girls from strict traditional families in countries far away. Reports show that men and women of many ages from many cultural backgrounds are affected by this, with thousands of cases happening in Europe. Ya'ni faqatgina buni viktimi yosh ayollar emas. Hisobotlar, reportlar shuni ko'rsatadiki, erkaklar va ayollar, turli xil yoshdagi ayollar rosa ham ko'p holatlarda, minglab holatlarda Yevropada bundan azob chekadi. Religion, tradition, financial security, family honor and securing visas and citizenships are the main causes. But each situation is unique and many cases go unreported as victims feel the consequences if they go against their family wishes, so a lot of many goes unheard. Ya'ni har bitta vaziyat unik, lekin ko'p holatlarda bu narsa unreported hisobot berilmaydi. Ya'ni bu holatlarda hamma ham aytolmaydi, chunki qurbonlar, bu vaziyatda qurbonlari buni oqibatlaridan qo'rqadi, chunki ota-onasini istaklariga qarshi borishdan, oila a'zolarining istaklariga qarshi borishdan qo'rqadi. Shuning uchun ham ko'plab qizlar eshitilmasdan qolib ketadi deyilyapti. Demak, bu yerda erta turmush bolalarda huquqlarini buzilishi ekanligi, bundan nafaqat o'sha yoshlar, balki boshqalar ham azob chekishi aytilyapti. Minglab odamlar Yevropada bunda masalan effekt ta'sir qilibdi va lekin bu biz eshitganimiz xolos ekan, eshitmaganimiz ham rosa ham ko'p ekan, chunki oilasiga qarshi borishdan qo'rqib qurbonlar ayollar indamasdan yuraverar ekan, chunki yana ham battar bo'lishi mumkin. Xo'p, 24 da qaraymiz. People who have been forced into marriage are turmush qurishga majburlangan odamlar afraid to ask for help, yordam so'rashdan qo'rqadi. Committing a crime in Europe, Yevropada jinoyat qilyapti. Teenage girls from poor religious families, kambag'al diniy oilalardan bo'lgan o'smir qizlar, the happiest in the world. Dunyodagi eng baxtli insonlar. Umuman chiqib ketadigan javob ham berib qo'yishdi, umuman tushmaydigan. Xo'p, qaysi javobni olamiz 24 ga? Yaxshi, Munira. Demak, Munira javobni olyapti. Afraid to ask for help. Yordam so'rashga qo'rqadi deyilyapti. To'g'ri, haqiqatan ham ularda mana bu yerda fear, qo'rqadi oqibatidan, ya'ni oilasiga qarshi borishdan qo'rqadi deyilyapti. Masalan, bizda ham bunday olib qaraganda shunaqa-ku, kimdir masalan eri tomonidan kaltaklanishi mumkin, lekin hozir aytsam battar bo'lmasin deb masalan qo'rqib yoki boshqa sabablar bilan masalan aytmaydi-ku, bu yerda ham xuddi shu narsa aytilyapti. Yevropada jinoyat qilayotgani aytmayapti. Bundan Yevropada ham ko'plab odamlar azoblanayotganligi aytilyapti. Ular teenage ba'zida ular child edi. Ular baxtli emas, ular baxtsizligi, hattoki ba'zida o'zi savodsiz odam, lekin savodsiz bo'lib turib yana ersiz qolib, moliyaviy supportsiz qolib ketishi, ba'zida video beva yoshligina beva qolishi aytilyapti. Ular baxtliligi emas, balki qiynalishi aytilyapti. Oilaviy zo'ravonlikdan azoblanishi. Demak, bu yerda javob to'g'ri javob bo'ladi. Oxirgi savol qolyapti. It is clear that young women are sole sufferers in the cases of forced marriages. Faqatgina yosh ayollar yagona azoblanuvchilari deyilyapti. 29 ga javobimiz nima bo'ladi? Yaxshi, Munira, Madinabonu, Tursunoy. Bu yerga javobimiz B javob bo'ladi, chunki nafaqat ayollar, balki reportlar shuni ko'rsatyaptiki, minglab odamlar Yevropada ham erkaklar ham ayollar bundan azob chekadi deyilyapti. Demak, bu yerga javobimiz false bo'ldi. Xo'p, bitta matnda sizlar bilan ko'rib chiqdik. Har doim matn o'qiganda maqsadlaring bitta shu savollarga javob olish bo'lmasin. Matnni o'qib, ulardan birorta xulosa olishga, ma'nosini tushunishga harakat qilinglar. Men Amerikada ham o'qiganman-ku. Amerikada o'qiganimda ko'plab afrikaliklar bilan ham gaplashganman-da. O'sha bitta
nimadir deyilardi hozir. Xullas bitta festival, tadbir qilganmiz. O'sha tadbirda hamma o'zini davlatidagi muammolarni bitta vatmanga yozib, chizib belgilashi kerak edi. Hamma turli xil qit'alardan bo'lganmiz. Osiyo, Yevropa, Amerikani o'zidan basida adashmasam, Afrika, Avstraliya, xullas har xil qit'alardan yig'ilgan fellowlar, qatnashuvchilar bo'lganmiz. O'shanda afrikaliklarni ham hammalarini oldilariga borib, qanaqa muammolar borligini men ham o'rganib chiqqanman. O'shanda bitta o'sha afrikalik qiz ham aytgandi, bizda juda ham yosh turmushga berishadi, hattoki 14-15 yoshda ham turmushga berib yuborishadi, chunki turmushga bergandan keyin o'sha pul berishadi, o'sha qizni bergani uchun shu pulni deb ham berib yuborishadi. U bechora qizlar hali o'qiyolmagan ham bo'ladi, hali bitta farzandni yaxshi tarbiyalashni ham bilmaydi. O'sha hali o'qishni bilmaydigan, hali yozishni bilmaydigan qizlar turmush qurgandan keyin bolasiga yetarlicha bilim, tarbiya hali o'zi bola bo'lib turib bera olmagandan keyin qanday qilib bizni davlatimiz axir yuksalsin? Biz ham yuksaltirishni xohlaymiz, lekin buning uchun ayollar o'qishi kerak deb rosa bitta o'sha afrikalik qiz masalan gapirgandi. Keyin bu matnda qariyalarda mani joyi ham e'tiborimni tortdi. Keyin Amerikada Tanya degan ayol bilan ham yashaganman-da. U aytardiki, men o'sha O'zbekiston haqida o'qib chiqdim. Domestic violence sizlarda rosa ham ko'p ekan, ya'ni domestic violence uydagi zo'ravonlik, odatda erkaklarda xotiniga nisbatan zo'ravonligi, urushi, kaltaklashi, shu narsa ham sizlarda ko'p ekan deyapti-da. Mana yerda ham xuddi shu domestic violence haqida gap ketyapti. E'tibor bergan bo'lsalaring, ular qanaqa qizlarga nisbatan domestic violence bo'lyapti? Ya'ni o'qimagan, maktabdan erta chiqib ketgan, yetarlicha savodga, bilimga ega bo'lmagan, bo'ysunuvchan, ya'ni xullas qo'lida, miyasida bilimi yo'q, qo'lida puli yo'q, financial supporti yo'q ayollarga nisbatan domestic violence bo'lyapti-da. Keyin o'zim ba'zida o'ylab qolaman, agar haqiqatan ham ba'zi bir ayollarda yetarlicha bilimi bo'lmasa, yetarlicha bir o'zini qo'llab-quvvatlash uchun o'zini sal bo'lsa ham eplay oladigan puli bo'lmasa, baribir qaqa ham borardi deb battar o'sha ba'zi bir erkaklar, hammasi ham bas, vijdonsizlari battar essa kerak deb o'ylayman-da. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi avvalambor o'zini eplab olishi uchun bas farzandlariga yaxshiroq bilim berish uchun, o'sha kerak bo'lsa ba'zida bilim olish uchun ham moliyaviy ta'minlash kerak bo'ladi-ku. Shu tomondan ham ayol kishi ham baribir o'qib, sal bo'lsa ham moliyaviy mustaqil bo'lgani yaxshi shekilli, chunki qaram bo'lib qolsa ba'zilar buni suiiste'mol qiladi. Shu ham bitta domestic violence ga yo'l ochsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, ko'p chuqurlashmaymiz. Keyingi matnga o'tamiz. Ko'proq gapirib vaqtlarini olgan bo'lsam uzr, mavzuga doir gaplar bo'lgani uchun fikrlarim ulashib ketdim. O'zim har doim birorta passage o'qisam, de ma'nosini nima sal bo'lsa ham reflect qilib ko'raman-da. Reflect degani mulohaza qilish degani-ku. O'zim uchun mulohaza qilib ko'raman. Sizlarga ham maqsadlaring bitta shu savollarga javobni olish bo'lmasin, sal mulohaza qilib o'ylab ko'ringlar-da, chunki bu matnlar ham qancha xulosalardan olib yig'ilgan xullas zo'r ma'lumotlar bo'ladi ichida. Ayniqsa men ham boshida masalan 6,5-7 darajaga chiqqunimcha shunchaki savollarning javobini olsam bo'ldi dedi-da. Keyin 8,5 darajaga chiqqandan keyin ba'zida ishlaganimda 40 dan 40 ta chiqadigan paytlar bo'lardi. O'sha 40 dan 40 ta topadigan darajaga chiqqanimda endi men uchun hali savollarga javobni topishdan ham ko'ra hali matnning ichini shunday zo'r tushunardimki, shu darajaga chiqqan paytimda zo'r tushunib, hali fikrlab, shunaqa bo'lar ekanda, bunaqa bo'lar ekanda deb qandaydir maza qilib o'qirdim-da. Sizlar ham shu darajaga chiqqanlaringda, bir 7,5, 8, 8,5 darajaga chiqqanlaringda sizlarning maqsadlaring faqatgina savollarga javob olish bo'lmaydi, balki o'sha matnning mazmuniga yaxshilab qaraydigan bo'lasizlar.
Xudo xohlasa yaxshi o'qib borsalaring, bemalol sizlar ham matnlarda tushunib, faqat savollar javobi emas, ichki mazmuniga ham, mana shu matnlar berayotgan messejga ham yaxshiroq tushunadigan bo'lasizlar. Xo'p, demak hamma savollar tushunarlimi? Bu matn bo'yicha savollaring yo'qmi? Tushunarli bo'ldimi? Yana bitta passage ko'ramiz. Hozir savollaring yo'qmi? Bir qator so'rab olay, keyingi matnga o'tamiz keyin. Qo'shimcha fikrlar beraveraymi, qarshiliklar yo'qmi? Ba'zida qo'shimcha fikrlar yozib olinyapti. Qo'shimcha fikrlar bersam darsga o'taylik deydigan o'quvchilar ham borda. Xo'p. Demak, tushunarli bo'ldi, yaxshi. Endi keyingi matnga o'tamiz. Sizlar ham albatta mulohaza qilib ko'ringlar o'qiganlarni, iloji bo'lsa gapirib beringlar, tushunganlarni, shunda speakinglarni ham oshib boradi. Bitta listening qildingizmi, nimani tushundingiz? Retell qilib bering, gapirib bering. Bitta matn o'qidingizmi, ma'no mazmunini gapirib bering. Yoki kuningiz qanaqa o'tdi, gapirib bering. Speaking ham o'sha paytda o'zida in tandem deyiladi, bir paytda o'zida oshib borsin-da. Xo'p, keyingi matnga o'tamiz.